Barchaga salom. Bugun sizlar bilan Els kitobining 5-teksti Intermediate Passage'dagi Alpine Forest tekstini birgalikda tarjima qilib mashqlarni bajaramiz. Unda boshladik. Xo'p, forests are the lifeguards of the snowy peaks of the Alps. Demak, o'rmonlar Alp tog'larining qorli cho'qqilarining bir qutqaruvchisi hisoblanadi deb aytilyapti. Xo'p, lifeguards bu suv va sohillarda qutqaruvchi bo'lib ishlaydigan insonlarga nisbatan ishlatiladi, lekin bu yerda metafora bo'lib kelyapti, ya'ni ko'chma ma'noda. They provide the natural barrier against avalanches and landslides, but the skiing industry, which proved a boon for poor alpine farmers, is damaging the environment. Demak, ular tog' va muz va tog' ko'chkilariga qarshi tabiiy himoya bilan ta'minlaydi, ammo kambag'al Alp fermerlari uchun bir judayam yaxshi ezgulik bo'lgan, judayam yaxshi foyda olib kelgan chang'i uchish sanoati atrof muhitiga zarar yetkazyapti. Xo'p, demak, bu yerda bun yaxshilik, ezgulik ma'nosida kelyapti. Advantage mana F definition bo'la oladi. Forests have been felled to make way for more sky runs, car parks and hotels, and alpine meadows have been abandoned by farmers keen to exploit tourism. Demak, o'rmonlar chang'i uchish yo'laklarini qurish uchun, avtoturargohlar qurish uchun, mehmonxonalar qurish uchun kesib tashlanyapti. Va turizmdan foyda olishga qiziqqan fermerlar tomonidan esa yaylovlar, Alp o'rmonlari yaylovlari tashlab ketilyapti deb aytilyapti. Demak, bu yerda meadows yaylov, o'tloqzor, hop, H-dagi so'z definition bo'la oladi. Hop, abandoned uchun esa hop, I-dagi so'zimiz definition bo'la oladi. Xo'p, bu yerda esa that's all. Consequently, the avalanche has now become a common phenomenon. Natijada deyapti, demak, qor ko'chkisi judayam bugungi kunda umumiy hodisa bo'lishni boshladi deb aytilyapti. Forestry experts estimate that 2/3 of the several thousand avalanches that descend into inhabited paths each year are the result of the forest depletion. Demak, o'rmon ekspertlarining hisob-kitobiga ko'ra, har yili aholi yashaydigan qismiga qulab tushadigan minglab qor ko'chkilarining 3/2 qismi o'rmonlarning ozayib ketishi natijasidir deb aytilyapti. Demak, o'rmonlar kamaygani sari qor ko'chkilari ham ko'payib bormoqda deb aytilyapti. Xo'p, bu yerda descent so'zi uchun definition n bo'la oladi, ya'ni pastga yurmoq, siljimoq, qulab tushmoq. Va depletion esa ozayish, shuning uchun esa P bo'ladi, reduction. Xo'p, savollarni muhokama qilishni boshlaymiz. In the Alps, the attraction of tourists, Alp tog'laridagi turist attractionlari, ya'ni turistni o'ziga jalb qilish, causes 2000 avalanches a year. Demak, yiliga 2000 ta qor ko'chkisini keltirib chiqaryapti deyilyapti. To'g'ri, qor ko'chkilari bo'layotganligi haqida aytildi, lekin aniq necha mingtaligi aytilmadi. Shuning uchun bu not given. Has diverted some farmers away from
the care of the land. Demak, o'zlarining yerlariga g'amxo'rlik qilishdan fermerlarni chalg'ityapti deb aytilyapti. Bu to'g'ri javob, chunki ular rostdan ham o'zlarining o'tloqzorlarini tashlab ketishdi foyda olish maqsadida turistlardan. Xo'p, qolgan variantlarni ham ko'ramiz. Has bought much needed help for protecting the environment. Demak, atrof muhitni himoya qilish uchun yetarli kerak bo'lgan, muhtoj bo'lgan yordamni olib kelyapti deyilyapti. Aksincha, the attraction of tourism damage qilyapti atrof muhitni, shunday deb aytildi. Has lessened due to the the avalanches. Demak, u yerda ozayganligi haqida aytilmadi. Forced many farmers to leave the area. Demak, fermerlar hududdan ketishga majbur qilyapti deyilyapti. Yo'q, fermerlar majbur qilinmadi, o'zlari xohladi. Keyin hududdan ketmadi ular, hali ham shu yerda faqat ishlarini o'zgartirishdi. As a consequence of the depletion of alpine forests, demak, Alp o'rmonlarining kamayishi, many farmers have had to turn to tourism for work. Demak, ko'p fermerlar to'g'ri keldi ish uchun turizmga o'tib ketishlariga deb aytilyapti. Yo'q, bu haqida buni o'rmonlarning deplationi umuman asos bo'lmadi ularni ishga o'zgartirishga. Aksincha, fermerlar o'zi qiziqib o'tib ketdi. The skiing industry has suffered a great decline. Demak, judayam skiing industry qiynaldi, azob chekdi deyapti. Lekin bu yerda skiing industry suffered bo'lganligi haqida tekstda berilmadi. Aksincha, skiing industry ham qisman sababchi depletion bo'lishiga Alp o'rmonlarini. Only one sort of all avalanches occur in uninhabited parts. Bu haqida aytilmadi. 3dan 1 tushishi haqida. Many areas are now uninhabitable. Bunday hududlar ham aytilmadi. Ya'ni hali o'zlashtirilmagan, qadam bosilmagan yerlar haqida aytilmadi. The frequency of avalanches has greatly increased. Demak, qor ko'chisining judayam oshirib yubordi deb aytilyapti. Demak, o'rmonlarning kamayishi qor ko'chkisini keskin ko'tarib yubordi deb aytilyapti. Chunki bu yerda aytildi. Xo'p, 3dan 2 qismi bu judayam katta ko'rsatkich. Demak, o'rmonlarning deplationi natijasida yuz beryapti deb aytildi. Shuning uchun to'g'ri javobimiz I. Xo'p, alpine farmers, demak, alp fermerlari were the people who initiated the development of the skiing industry. Yo'q, skiing industryni development qilgan odamlar fermerlar deb aytilmadi. Umuman bu haqida gap ketmadi. Not given. Have had much of their land taken from them by those involved in tourism. Demak, turizmga asos solganlar tomonidan yerlarining ko'p qismi olib qo'yildi deb aytilyapti. Lekin bunday gap berilmadi ularning yerlari olib qo'yilganligi haqida. Used to be poor before the rise of the skiing industry. Demak, chang'uch sanoatining rivojlanishidan oldin kambag'al bo'lishgan edi deyilyapti. Used to'ni bilasizlar, oldin bo'lgan, lekin hozir unday emas, o'tmishdagi narsalar uchun ishlatiladi. Bu to'g'ri, chunki mana bechora kambag'al alp fermerlari uchun skiing industry bir bun bo'ldi. Ya'ni judayam bir ezgulik bo'ldi, yorug'lik bo'ldi hayotlariga deb aytilyapti. Demak, to'g'ri javobimiz C. Were forced to turn their meadows into hotels and car park. Ularning o'tloqzorlari mehmonxona va car parklar bo'lgani haqida aytilmadi. Majbur qilinganligi shu narsalarni qurishga yerlaridan foydalanib. Xo'p, either feel that they have been exploited by tourism. Aksincha, ular turizmdan judayam o'zlari qiyin bo'lgan. Ular o'zlarini turizm tomonidan bir ishlatib qo'yilgan, foydalanilayotgan insonlar deb o'zlarini his qilishmagan. Shu bilan darsimiz tamom. Xayr, salomat bo'ling.